G'ozi Osman Hojim Qumuli. Xo'janiyaz hojining mushaviri bo'lgan Osman Hojim 1896-yili kechkuzda Qumuldagi sanoqliq boylarning biri bo'lgan Sulaymon Hojimning oilasida dunyoga kelgan. Uning dadisi Sulaymon Hojim garchi Qumuldagi oz sondagi puldor va nopozliq kishilardan bo'lsa-mu, biroq u kishi boshqa bir necha huquqdor kishilarning qatorida Qumuldagi Manching Inanchxoni Shah Maqsudning Qumuldagi yerlik Uyg'ur xalqiga solgan zulm sistemlariga qattiq norozi edi. Shu vajidan u bir necha qitim Shah Maqsud Vangning eng yaqin og'inisi Hasan Bala Hoji orqali Shah Maqsudga nasihat qilib jazolang'ili tasliq qilgan edi. Osman Hojim kichik vaqtidan boshlab intayin zerak va tirishchan bola bo'lg'achqa, dadisi uni Qumuldagi eng nopozliq o'limalarga tutib berib, eng dastlabda o'g'liga diniy bilimlarni o'rgatgan. Bu jarayonda zerak Osman Qumulga qochib kelgan bir qism Tatar Uyg'ur ziyolilar bilan uchrashib, ulardan dunyo vaziyati va o'z xalqining ahvoli haqida to'limi muhim yangiliklarga erishgan. Keyincha u hajga mongan kishilar orqali O'tir Sharqdagi bir qism gazet jurnallar va kitoblarni akeldirib, universal bilim saviyasini oshirgandan sirt, yana Sovet ittifoqidan nashr qilingan bir qism asarlarni mu oldirib kelib, o'zining ma'lumot va tushanchisini beyitgan. Shunda qilib Qumuldagi yuqori tabiqa oilasi bo'lgan Sulaymon Hojimning o'g'li 20 yoshdan eshibla Qumuldagi millat so'yar yoshlarning sarkisiga aylangan. Ana shu yillarning birida Qumul Vangi Shah Maqsud Vangning o'limini fursat bilgan Osman Hojim dadisi bilan billa Hasan Bala Hojini qaytirib kelish uchun haramga hajga berish bahonasida Hindiston, O'tir Sharq ellari, Türkiye ve sabık Sovet ittifaqı qatarlıq joylarda ziyoratda bo'lib, boshqalardagi taraqqiyot va yangiliklarni ko'rib, o'z xalqini asorat va jaholat patqoqlaridan qutqizishga bel bog'lagan. Bu fursatni paydo qilgan voqea mundaq edi. 1929-yili Shah Maqsud Vang ajali yaqinlashib qolganligini sezib qilib, hajga berib, gunohlarga tavba qilmoqchi bo'lib, militarist Jinshurindan hajga berish uchun ruxsat so'raganda, Jinshurin uning hisobsiz mol mulkini qo'lga tushirish istikida ruxsat bermagan. Chunki apiyunkash Jinshurin Shah Maqsud hajga bormoqchi bo'lsa, cho'qim xazinadagi boyliqlarning zo'r qismini billa elib ketidi. Balki texi xazinadagi barliq boyliqlarini avom xalqqa tarqatib etishi mumkin deb qaraydi. Darvaqa Qumulning eng oxirgi vangi Shah Maqsud 1927-yilda yaqin og'inisi Hasan Bala Hojini Makkaga avatib, Haram masjidiga eng yaqin Misfala degan joyda o'zi uchun hashamatlik Qumul sarayi yoki Qumul vaqfi yostib olgan edi. Biroq Makkada so'qis bo'lg'achqa Hasan Bala Hoji 2 kunlik ijroqliqdagi Jidda degan yerdan to'gilarga dengiz suyini yuklab akilib yurib, mazkur qurilishni 1930-yili Aran Putray deganda Makkaga kelgan Qumulliq hojilardan Shah Maqsudning shu yili 6-oyda qazo qilganligini anglab, qurilishni shu peti to'xtatib qo'yib, Qumulga qaytib kelgan edi. Hasan Bala Hoji Makkada Shah Maqsud uchun karvonsaroy yoki mehmonsaroy selayotgan chog'da Shah Maqsud sakratga tushib qolgan edi. U Jinshuringa necha qitim iltimos sunib, hajga berishga ruxsat so'ragan bo'lsa-mu, biroq Jinshurin uningga yolg'ondan ko'yingan bo'lib elib, yo'l bexatar emas. Uning ustiga janoblarining salomatligi yaxshi emas. Shunga men sizga haj qilib kelishga ruxsat bera olmayman deb bahona ko'rsatib talabini rad qilgan. Oqibat Temir xalifa va sabdoshlarining qiyniga bo'g'ilib, Shah Maqsud Vang 1930-yili 6-oyning 6-kuni Qumuldagi Vang sarayida o'lib ketgan.
1930-yilning oxirlari Makkaga yetib borgan Osman hojim va Sulaymon hojimlar Hasan bola hojiga Shah Maqsud Vangning vafot bo'lib ketganligini yetkizgan. Necha yildan buyon Makkaning qiziq va tinchiq havosiga chidab, Vang uchun qurilish yasayotgan Hasan bola hoji birdilla bo'shib ketgan. Uzun o'tmay uning tan salomatlik ahvoli sal nacharlashib ketgachga, u Makkadagi qurilishni boshqa birlariga havola qilib qo'yib, darhol vatanga qaytib kelgan. Biroq u Qumulga amdili qaytib kelishiga vafot bo'lib ketgan. Osman hojim dadisi bilan birga qaytib kelganda, Qumulda mashhur Shopul voqeasi portlab, Qumul xalqi Xo'janiyaz hojining boshchiligida Xitoy militarist Jinshuringa qarshi qurolliq kurashni boshlab ketgan edi. Osman hoji darhol bu qo'zg'olonga qatnashib, 1932-yili 6-oydagi Taratu yig'inida Xo'janiyaz hojining maslahatchilaridan biri bo'lib saylangan. Chunki Taratu yig'ini Xo'janiyaz hojini inqilobchilarning atamoni qilib tiklagachga, hojimning yelkisidagi yukning eg'irligini ko'zda tutgan yig'in ahli hojimga 7 nafar jiroqni ko'rar kishini mushovirlikka tayinlab, inqilobchilarning kengash hay'atini vujudga keltirgan edi. Bu kengash Xo'janiyaz hojimga to'g'ri qaror chiqarish va tadbir qo'llanishda ko'p yordamchi bo'lgan edi. Osman hojim ana shularning biri edi. Osman hojim yana diplomatiya ishlarida nihoyatda talantli va layoqatli kishi bo'lib, u Xo'janiyaz hoji bilan barliq urushlarga birga qatnashgandan sirt, yana Tungan bandit Ma Jungying va Jallod Shingsay bilan bo'lgan bir necha muhim suhbatda Xo'janiyaz hojimga vakolatan suhbat vakili bo'lib, ko'p qitim inqilobchilarning ziyniga eg'ib ketgan tangsiz shartlar qo'yilgan suhbatlarni boyqut qilgan edi. Shu vajidan mayli bandit Ma Jungyingning elchilari bo'lsin yoki Jallod Shingsayning suhbat vakillari bo'lsin, har ikki taraf Osman hojimdek suhbat va sulhiga mahir odami bo'lishini to'limi orzu qilib ketgan. 1933-yili 4-iyunda Shingsay bilan Xo'janiyaz hoji orasida tuzilgan Fulkan kelishimiga Osman hojim norozi bo'lg'achqa suhbat vakilligidan va kengash hay'atligidan istifa bergan. Shundaqdimi Qumulga qaytib ketmay, davomli Xo'janiyaz hojining yenida turib, uni qo'g'digan. 1933-yili 7-oyda Xo'janiyaz hoji Aqsuga kelgandan keyin Osman hojim Uchturpanda turib, bütün askarlarning orqa saf ta'minotiga mas'ul bo'lib, bu vazifani utuqliq o'rinlagan. Biroq sobiq Sovet ittifoqining plani va Shingsayning orzusi bo'yicha bandit Ma Jungying bilan Xo'janiyaz hojilar Aqsu, Qashqar va Yakanlarda ko'p urushib, milliy mustaqillik inqilobi og'ir zarbiga uchrab qolmay, yana 1933-yili 12-noyabr Qashqar shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatimi 1934-yili 6-fevral mazkur tunganlarning hujumlarida Qashqar shahrida yemirilgan. 1934-yili yozda Stalinning taqsimoti bo'yicha Aqsuning sharqidagi joylar Shingsayga, Qashqar Mahmud muhitiga, Yakandan chaqiliqchi bo'lgan Xotan tavasi Tungan Maxusanga bo'lib berilgandan keyin Xo'janiyaz hoji shu yili 8-oyda Urumchiga chiqqan. Bu qitim Yunus Mollam bilan Osman hojimmi Xo'janiyaz hojimning qo'g'dug'uchisi sifatida birga Urumchiga chiqqan. To'limi afsus 1935-yili Jallod Shingsayning eng sodiq ikki g'alchisi bo'lgan Xitoy Li Yingchi bilan Tungan Liu Bingdi ikkisi Yunus Mollam bilan Osman hojimni setib olmoqchi bo'lib, besim qilganida Yunus Mollam o'zini mahirlik bilan qochirib amon qolgan. Biroq Osman hojim ularning talabini qo'pollik bilan keskin rad qilg'achqa 1937-yili 12-oktyabr Xo'janiyaz hoji tutqun qilingan hamon Osman hojim tutqun qilinib, qattiq qiyin qistoqqa ilingan. Biroq Osman hojim yanada g'oliblik bilan tik turib va notiqligi bilan Li Yingchi
Liu Bingdi qatarlıq jallatlarni mat qilgan. Şunlaşqa düşmanlar Osman Hacim üstüdün yalğan iqrarname yasashqımı qadir bolalmay, uni qiynab shehid qilgan. Eng alamlik bo'lg'ini mushundaq ulug' va gigant shaxsning tarjimaholi nurg'un Uyg'urlarga notunish bo'lib, bu kishi haqida Sharqiy Turkistondagi hech bir kishi yozmacha xotir qoldirmagan. Baxtga yarasha Saudiya Arabistonda yerlashib qolgan Muhammad Qosim Hacim 1980-yillarda hajga chiqqan qumulliq hojilar ichidan marhumni taniydigan, birga kurash qilgan va birga turmada yetib saq chiqadigan tirik sabdoshlaridan anglab xotir qoldirgan. Yana nurg'un nomsiz qahramonlarimiz va jasur azamatlarimizning tarjimaholi yanada noma'lum peti turmoqda. Ularning tarjimaholi to'liq yezilmasa, Uyg'ur tarixining yaqinqi 100 yili qorong'u peti qelaverdi. O'tmishi nurani bo'lmagan joyda parlaq kelgusining bo'lishimi mumkin emas.